Ona bo'lish bu har kuni har xil tanlovlar qilish demakdir. Eng muhimi farzandingiz uchun xavfsiz sharoit yaratishdir. Shifokorlik tajribamda allergik dermatit va ko'plab allergik holatlar bilan duch kelganligim sababli tanlovim ehtiyotkor. Atopik dermatit. Atopik dermatit bu terini surunkalik allergik yallig'lanishi bo'lib, asosan qizarish, qichishish va qurish bilan kechadigan kasallik. Bu oddiy dermatit emas, immun holati bilan bog'liq bo'lgan genetik moyillik va atrof muhit omillariga bog'liq kasallik. Atopik dermatit bu asosan boshqariladigan holat bo'lib, sizdan sabr-toqat, ishlatadigan vositalaringiz, shifokor maslahati asosiy kalitdir. Men bugun Beka do'konida ham ona, ham shifokor sifatida barcha mahsulotlar tarkibini o'rganib chiqdim va ko'pgina mahsulotlardan mamnun bo'ldim. Sizga ham Beka do'konidan kelib, mahsulotlarni tanlab olishingizni tavsiya qilaman. Narxlari ham juda ham hamyonbop. Manzil Ko'kcha masjidining ro'parasida 40-maktab yonginasida.